Shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi o'zbekistonliklarga 26, 27 va 28 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. O'zbekistonda yangi yil arafasida barcha O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 26 dekabr kuni ba'zi joylarga qor yog'adi. 27 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi, 28 dekabrda esa yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 26, 27 dekabr kunlari kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 26 va 27 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-29 dekabr kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 26 va 27 dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Faqat 28 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 26 va 27 dekabr kuni kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Qashqadaryo viloyatida 28 dekabr kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 26 va 27 dekabrda 2 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja iliq. 28 dekabr kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qor yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushadi. 26 va 27 dekabrda yo'llarning ba'zi joylarida yaxmalaklar kuzatiladi. Havo harorati 26 dekabr kuni kunduzi va kechasi 2-7 daraja sovuq. 27 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.